Assalomu alaykum, aziz birodarlar. Sizlarga bir savol bergan edim do'p haqida. Hozir shuncha odamni boshini aylantirib shu savolni berish zarurmidi degan savol bo'ladi. Yoshlarimiz 5 so'm bilan 5 so'mni qo'shgan kalkulyator ishlatyapti-da. 10 so'm bilan 20 so'mlik narsa olsangiz 30 so'm bo'lsa, shuni kalkulyatorga urmasa ishonmayapti-da. Shu qadar o'zimiz ham miyamiz TikTok bo'lib qoldi-da, TikTok. Shuning uchun bir fikr qilinglar dedim. Savolni javobini aytib qo'yaman, mayli. Shunga ham kalkulyator ishlatib qiynalmanglar. Sizlarni chalg'itayotgan narsa bu magazinchini pul maydalagani bo'lyapti, xolos. Agar pul maydalamaganda ham, bu yerda o'sha 50 so'mlik hazakan pul, falshifka pul 50 so'm qo'liga keldi, shu ziyon xolos. 50 so'm ziyon, boshqa ziyon yo'q bu yerda. Assalomu alaykum.